Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu bizning ikkinchi kanalimiz. Bu ikkinchi kanalda hamma so'ragan, hamma kutgan Godzilla OpenK'sini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Men o'ylayman, Godzilla OpenK'si ko'p kishi ko'rmagan. O'shaning uchun maroq bilan ko'rasizlar degan umiddaman. Demak do'stlar, bu bizning ikkinchi kanalimiz. Ikkinchi kanalda video qo'yapman. Birinchi kanalimiz YouTube tomonlama bizga strike kelgan, o'shaning uchun video qo'ya olmayapman, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Tak, ikkinchi kanalga video qo'yapman. Demak do'stlar, prosta tak mana shu videoni ko'rib turib, sizlar tekinga UC ishlasanglar bo'ladi. Uning uchun ortiqcha gap so'z kerak emas. Videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga xohlaguncha kommentariy yozib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab o'z UC'sini tashab beramiz deganlar. Xo'p, mana bu tepada chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, atigi 2 sekund vaqtingizni ajratib, videoga like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, bo'ldi deganlar. Demak, tayyor bo'lsanglar, men ham tayyorman. Videoni boshladik. Birinchi bo'lib PUBG Mobile bilan Godzilla hamkorligi treylerini ko'ramiz. Oy, mana bu Ghidora'ning emotsiyalarini qaranglar jigarlar. Bilasizlar, PUBG treylerini vobshe yorib qo'yadi. Ajoyib. Mana o'sha legendarniy fon ko'rishinglar mumkin. Haqiqiy oldi PUBG akkauntda 60,000 UC bor ekan. Hozir shu 60,000 UC ga Godzilla OpenK's bo'lar ekan. Jigarlar, hozirdan kommentga yozib qoldiringlar, faqat chestni. Men Godzilla OpenK's ko'rmaganman. Hozir o'shaning uchun birinchi marta ko'ryapman, chiroyli reaksiyalar qilib beraman. Sizlar ko'rganmisizlar? Tez fikringizni kommentga yozib qoldiringlar, hammani o'qib chiqaman. Demak, let's go jigarlar. Tak, mana ko'rishimiz mumkin. Ikki xil Godzilla, bittasi Ghidorah, bittasi mana shu legendarniy Godzilla. Mana buni qaranglar. Menga asosan Ghidorah yoqadi. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqadi? Xo'p, eng qizig'i bitta 10 talik ochish 1620 UC bo'lgan ekan. Yebay. Bittali ochish 180 UC. Hozir unaqa keyslar yo'q. Hozir 10 talik ochish 540 UC. Tak, bittali ochish 60 UC, to'g'rimi? Xo'p, ana skarotkalari birinchi qisqa obzorini ko'ramiz. Tak, Yumpi bo'ldi. Hozir bizga obzordan keyin o'sha OpenK'si boshlaydi. To'g'risi, mana shu kontentni juda ko'p odam so'radi. Godzilla OpenK's deb Godzilla dedinglar. Mana sizlar Godzilla, faqat yana yozib qoldiringlar, keyingi safar qanaqa OpenK's ko'rishni xohlaysizlar. Eng ko'p like yiqqan kommentda OpenK'sini ko'ramiz. Davay. Tez o'shaning uchun yozib qoldiringlar. Bo'ldi, mana obzorni ko'rib chiqdik. Yeboy, 6 xil, 5 xil Godzilla futbolka bor ekan. Qani gonda qo'lli qo'lga tashladik. OpenK'si boshladik. Xo'p, Graza skarotka, birinchidan skarotka tushib beryapti-ku. Bu yerda Godzilla kepkasi. Xo'p, mana bu Royal Pass ko'rdinglar, juda ham chiroyli Royal Passda. Bu yerda nima ochib tashlayapti bu? Taktika qilyapti. Qarochi, men bu Tekken keyslarni ochib, keyin Godzilla ochar ekan. Taktika, praktika. Xo'sh. Yo'q, hech narsa tushmadi, lekin har bitta ochish tushunishinglar uchun hozir 200 mingdan ochyapti-da, so'mda gaplashsak, 200 ming so'mdan ochyapti har bitta ochish. Yana taktika qilyapti. Keraksiz keyslarni ochib, Godzilla ochar ekan. Bay. Har bitta ochish 200 mingdan bo'lsa, gideda bir 2000 dollarcha rasud qilgan ekan mana shu Godzillaga. Hop, M96 tushdi. Man bu setni bilgan biladan, mana shu qizil setni. Yumpik tushib berdi va SKS tushib berdi. Hozircha yaxshi, o'sha ikkita 10 talik ochildi. Primerda necha ming UC ketar ekan mana shu Godzilla OpenK'siga. Maska, shton, mana bu yerda mana bunaqa set. Shunda legendarga bersam shunaqa yaltirayaptimi hozir? Godzilla futbolka o'sha. Hamma maskani ikkinchi marta. Oy, shu 4-10 talikda Godzillani berib yordi akalar. 4-10 talikka o'zida shu Godzillani berib yordi.
Juda public saxiy bo'lgan ekan, ha? Yo'q, qanaqa saxiy? Har bitta ochish 200 mingdan bo'lyapti. 4 ta ochish 800 ming hozir Godzilla oldi. Yaxshi, yaxshi. Endi hozir men Gidorani olsa, ishimiz yaxshi bo'lib ketadi. Shu yerda to'xtaylar, shu yerda jigarlar to'xtaylar. Men sizlarga videoni boshida aytdim, mana birinchi kanalim YouTube tomonidan strike keldi. Biz 100 mingtadan o'tganmiz. Lekin hammani orzusi bo'lgan, hamma YouTuberlarning orzusi bo'lgan knopka 100 mingta bo'lganda bilsanglar, agar YouTube tomonidan knopka sovg'a qiladi, hamma olgan, lekin men hali 6 oydan beri olganim yo'q. O'shaning uchun sezgan bo'lsanglar, oxirgi paytlar kontent tashlab yuborganman. Bizga knopka bermasgan sababi YouTube bizga ko'p jalba tashlagan, band tashlagan o'shaning uchun. Mana shu ikkinchi kanalni ochdim, jigarlar. Birlashsak, hamma narsani eplasak bo'ladi. Videoni xudo xolasa 50 ming, 60 ming odam ko'radi eng kamida. Так что har bitta odam bitta like bosib, kanalimizga obuna bosib tashlasanglar, biz juda tez 100 ming bo'lamiz. Давайте, maksimalniy поддержка qilinglar shu knopka olishga. Bitta like bosasizlar, bitta podpiska tashlasizlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar, bo'ldi. Unda davom ettiramiz. Demak, ko'ramiz, o'sha 50 ming UC qopti, 50 ming 465 UC. Qanaqadir kiyim berardi, ishton berdi. Tak, men bunaqa bilmayman nima bu. Bu nima bu? M24 mi? AVM mi? AVM ekan. Xo'p, o'zi o'sha Gidorani qadri balandroq bilsanglar agar, menimcha o'sha Gidorani tushirish qiyinroq. Oy, bu qanaqa mifik? Mifikmidi hozirgi ko'rdinglar, vobshe chiroyli narsa ekan bori. Oy, jigarlar. Endi stop bosmoqchi edim. Gidora tushib berdi-ku. Bo'ldi, menimcha biratda orzusi qolmadi, hamma narsani tushirib oldi. 43 ming UC qoldi, где-то 15 ming UC sarfladi. Tushirib oldi, Gidora ham tushdi, Godzilla ham tushdi. Endi nima qilar ekan qolgan UC ga? Lekin oson tushdi, sezgan bo'lsanglar, uni qiynalib o'tirmadi. Endi mana bu keraksiz kiyimlarni ochyapti. Xo'p, bu yerda ko'ramiz nimalari bor bizga old narsalardan. Nima ochyapti bu o'zi? To'xtaylik, keys qo'yinglar. 1000 UC, mana shu keys 1000 UC ekan. Nima bor edi bu yerda? Ha, qanaqadir azvuchkalar bor ekan, u gapiradi-yu, ha degan azvuchkalar. Ana shuni ochyapti hozir bu. Nimaga kerak bu 1000 UC ga ochyapti? Pul ko'p bo'lsa ham endi nima deysizlar endi jigarlar? Xo'p, endi nima qilar ekan? Godzilla tushirib bo'ldi, bu boshqa ochadigan narsasi qolmadi buni. Yomon omadli bola ekan bor. Bu yerdan mana oldi narsalarni ochyapti. Uni ko'ramiz, bizdan hech narsa ketmaydi. Oy, mifik yubka berardi. Shunaqa gaplar. RPS addushi ko'tarilyapti buni. Tak, oyoq kiyim. Eng qizig'i bitta ochish jigarlar, bitta ochish 1000 UC dan. Mana endi RP kiyimlarni olyapti. Voy, hozir meni ko'rdinglar. Mana qaranglar jigarlar, mana soqolni qaranglar. Qani hozir? Mana buni qaranglar jigarlar. Mana soqoli juda ham yaxshi ko'raman. Shu yuz sochga qaraganda eng yoqadigan narsa menga soqol bor. Uncha odamni topa olmaysizlar bu soqolni. Haligacha qaytmadi, adashmasam, to'g'rimi? Soch qaytdi, yuz qaytdi, lekin soqol qaytgani yo'q jigarlar. Xo'p, hali 3 minut bor. Nimani openkesini qilar ekan? Endi ko'ramiz oxirigacha. Ketdi, mana 2692 ta serebroga almashtirib mana ustidagi kiyim qichurga mana buni qaranglar, mana. Mana jigarlar, o'sha Gidora endi emotsiyalarini ham ko'rsatsin bizga, to'g'rimi? Emotsiyasini ko'rsatsin. Xohlasanglar mana shu yerda yana bitta ma'lumot aytib o'taman. Agarda qiziq bo'lmasa o'tkazib yuboringlar, lekin hammaga qiziq. Oxirgi paytlar sezdinglarmi, shu bir haftaning ichida UC servisda UC narxlari anchagina ko'tarilib ketdi. Bildinglarmi, ko'p UC servislarda narxlar ko'tarilib ketdi. Lekin bizada ko'tarilgani yo'q, bizada nabarot tushdi jigarlar. Так что sizlarga O'zbekistonda emas, yer yuzidagi eng arzon UC kerak bo'lsa, shu videoni описаниесida men link qoldiraman. Просто linkni bosasizlar, kanalga o'tasizlar, UC ni olasizlar. 3-4 ta adminlar ishlaydi, ishlarni 1 minutga bormasdan hal qilib beradi. Так что UC ni begona qilmanglar. Eng qizig'i hozir mana prям hozir menga podesha qilib videoga like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchalarni bosib, screenshot olasizlar.
Qachon sizlarga UC kerak bo'lgan payt adminga o'sha screenshot tashlasanglar, sizlarga yanada skidka qilib beradi. Davay jigarlar, bundan foydalanib qolish kerak, bilmadim. Hammada prям narxlar ko'tarilib ketyapti O'zbekistonda. Xo'p, endi Godzilla rukzagi. Endi emotsiyalarni ko'rsatsam bizga, emotsiya jigar. Kiyimni qaranglar. Oy. Oy, Inferno kaska-ku. Plus Oldi bosh kiyim. Mana o'sha Godzilla kaskasi. Yaxshi, zo'r. Mana qaranglar, interfeys turishini qaranglar. Mana jigarlar, mana o'sha emotsiyalar, men kutgan daqiqalar, mana Ghidora'ning emotsiyasi bu. Tak, mana tepadan sakraydigan Godzilla qachon qo'yadi endi? Interfeys qaranglar, ikkitadan kiyimlar turibdi. Hozirgini ko'rsanglar, to'rttadan kiyimlar. Lekin hozir anchagina public rivojlanib ketgan. Buni qaranglar, bu bari boshqacha, ching qilib yotibdi bori. Menimcha bo'ldi jigarlar. Bu yerda hech narsani ochmasa kerak endi. Tak. Bo'ldi jigarlar, bu yerda hech narsani ochmaskan. Mana ko'rdik. Endi sekin perexod qilsak bo'ladi. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarni ikkinchi kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga addusha rahmat. Ko'rdinglar, videomiz qisqa bo'ldi. Sababi endi jigarimning omadi bor ekan, bam open case qilib tushirib qo'ydi. Keyingi safar qanaqa open case ko'rginglar kelyapti? Обязательно fikrlarni kommentga yozib qoldiringlar. Do'stlar, yana bir marta so'rayman, hammanglardan prям поддержка so'rayman. Hammamiz birlashsak, shu meni kichik maqsadimga yetishga yordam berasizlar. Knopka olaylik jigarlar 100 mingta bo'lib, uning uchun videoga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqlarni bosib qo'ysizlar, bo'ldi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar.